Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Samarqand tasviriy san'at maktab-internati Pastdarg'om tumanida joylashgan. Bu yerda bo'lg'usi mo'yqalam sohiblari kamolga yetadi. Biz hozir yo'l yoqasida bir ajoyib tadbirda ustidan chiqdik. Bu haqda maktab-internat direktori Dilfuza Qo'chqorovga iltimos qilamiz. Bu tadbir haqida bir batafsil maktab hayoti haqida gapirib bersangiz marhamat. Biz har yili aprel oyida an'anaviy tasviriy amaliy san'at xalqaro festivalni o'tkazamiz. Bu festivalda hamma viloyatlarda, respublikamizda shunaqa tasarrufdagi maktablarda, badiiy maktablarda o'tyapti bu tadbirlar. Kecha Samarqandda, Registonda shunaqa galereyasi o'tkazib keldik, ochilish marosimini. Bunda o'zimiz o'qituvchilarning ko'rgazmalari bilan, rassomlar uyushma a'zolarimizni ko'rgazmalari bilan o'quvchilarimiz ko'rgazmalar qatnashdik. Bugun amaliy kunimiz. Amaliy kunda ochilish marosimini o'tkazib, mana o'quvchi yoshlarimiz birgalikda 5-6 sinflar o'zini ijodiy ishlari bilan qatnashyapti. Bular hozir bir hafta mobaynida albatta har kun qatnashadi. Tanlov desak ham bo'ladi bu narsani, chunki O'zbekiston Badiiy akademiyamiz tomonidan oltin, kumush, bronza medallar, diplom, sertifikatlar qo'yilgan. Shularni olish uchun harakat qilishyapti o'quvchilarimiz. Bir jonli jarayonlarga bir batafsil to'xtalib o'tsak, marhamat. Bu yerda o'quvchilar qanday san'at asarlarini yaratish bilan band? Yo'nalish o'quvchilarimiz mana ganj o'yishyapti. Qancha vaqtdan buyon siz bu ganjkoblik bilan shug'ullanasiz o'g'lim? 2 yildan buyon, ha? Bu 5-sinfda qabul qilingan, hozir 6-sinf. 7-sinf hozir. Bu yerdagi jarayonlar haqida ham bir to'xtalib o'tsangiz marhamat. Bu o'quvchilarimiz kulolchilik yo'nalishi, bizlarda pichlarimiz bor, kulolchilik yo'nalishi. Eng asosiy narsani aytmoqchi bo'lsam, bizda kulolchilik yo'nalishimizdagi ustozlari va shogirdlari bilan birgalikda mana Samarqand City'ni Boqiy shahar mojbasini bilsangiz kerak. O'zimizning Xo'ja Ismoilni mojbasining devorlariga mana bu naqshlarimiz. Mana shu naqshlarimizni hozir namunalar qo'ygan, shu naqshlardan qo'yib qo'yishgan tadbirkor bilan shirikchilik mobaynida ishlashi. Hozir bularimiz 5-sinfdan qabul qilinadi, 2-klass hisoblanadi, 2-sinf deyiladi. O'rganayotganiga 2 yil bo'lyapti bularda. Imtihon tariqasida o'quvchilarni qabul qilamiz, iqtidorli o'quvchilar. Necha yil o'qishadi bular? 11-sinfgacha o'qishadi. Shu yo'nalish bilan qo'llariga diplom olishadi. Kelgusi hayotda shu soha bo'yicha ketishadi. Mana bu namunalar qo'yishgan ishlaridan. Bu albatta shu yerdagi o'quvchilar, ustozlarning o'zlarini ijodidan tayyorlangan namunalar. O'zimizda buni xuddi aytganingizda maxsus loyihalar bilan qilishadi, o'zimizda maktabda shu maxsus pechlarda pishirishib, ranglashishadi. Ular qanchalik ulug', aziz ekanligini qarangki, ha? U tomonda ham ishlari bor. Keyin qani? Mana bu yerda mana yasalgan mana o'quvchilarimiz ijodiy qo'llarida yasalgan ishlari, pishirilgan ishlari bor. Hozirgi jarayon bu loyiha ishlanayotgan ishlar. Sayyohlar ko'ra O'zbekistonga borib, albatta mas'ullarga qo'ysa, sayyohlarni lol qiladigan chiroyli. Eng asosiy bizda haykaltarosh yo'nalishlarimiz ham bor, u tomonda. Xohlasangiz, bu tomondan. Ijod bilan san'at nima nasib qilyapsiz endi? Manzara yasyapsizlar. Mana hozirgi bahor manzarasidan, faslni go'zalligidan zavqlanib, ranglar ham chiroyli tanlanibdi. Tabiat qo'ynida ishlashyapti bu. Albatta. Bu haykaltarosh ustozlar bilan, shogirdlar bilan birgalikda yerda ishlashyapti. Bo'lg'usi ishlarni, ana rejalarini qilib, g'oyalarini qilib, nima haykal yasash bilan hozir shug'ullanmoqchisiz, qani? Ko'rgan haykallardan. Balerina. Yuradi. Masalan, bu rostga ketadi. Shunga qarab balkonlarni yasagan. Yashadim. Rostchilikni yasagan bu. Buni qo'yiladi. Formular. Bu ijoddan o'zlaringizdanmi? Siz haykaltaroshlik yo'nalishi bo'yicha ustoz murabbiysiz, ha? Bu ijodlar ham sizni ijodingizning namunalari shundaymi? Ajoyib. Albatta ana bunday bir san'at ahllarini, ijod ahlallarini qanchalik olqishlab, ulardan ibrat olib,
ular bilan suhbatlashib uzoq bo'lsangiz arziydi. Ularni qo'llari dard ko'rmasin. Ularlari barkamol bo'lsin. Yaxshi mana tabiat ham juda chiroyli manzaralar ko'rayotgan ekan. Nima bularni hozir o'zlari yasadi. Stol Maktab internati zerikishga bu yerda hojat yo'q va vaqt ham yo'q. Bolalar kun bo'yi mana mehnat bilan, ijod bilan band bo'lgandan keyin albatta bu ham jarayon hozir haykaltaroshlik yo'nalishimizda. tayyorgarlik jarayonlarida endi. Juda yaxshi. Bular ham kitob o'quvchilar 5-sinfdan qabul qilamiz. Mana bular kelajagi parlaq insonlar. Bular hammasi harakat qilishyapti. Bitta festivalda bizlar xalqaro ko'rik-tanlovdan o'rinlar olaylik, diplomlar, sertifikatlar. Balki ichlarida chiqib qolib, oltin kumush Albatta. Intilganga tole yo'q. Maqsadlariga, murodlariga yetishsin. Qanday mo'jizalar yaratish albatta insonni qo'lida. shunday. Buni ko'rib, mas'uliyatlar kamalga yetayotganini Bu tumanni barcha boshqa tumanlardan ham tashrif buyurgan. Faqat hozirligimiz hozir bu yerda tayyordan keyin vaqtlar yo'q. Va bunaqasiga respublika ko'rik-tanlovlarida yo'nalishlar bo'ladi. O'quvchilarimiz ishlari va bu tomonda musiqa va sport ko'rik-tanlovlarda o'g'il o'quvchilarimiz ko'plab har yurakda shiddat bo'lgay shaxs bo'lgay yoshmiz dilimizda ezgu aqd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxs bo'lgay Samarqanddagi simpozium bo'yicha kelishuvda bizim maqtamizga mehmon bo'lishib, har bir ta'sir o'zini maqtamizga o'zi manzilgacha yo'ldoshimiz Hindistonlik bor edi, Xitoydan bor edi. Yana boshqa millatlardan, hamma millatdan bor izlanib bu tomonda boshqa millatlardan. Uyda ham rahbarlarni bitta Nasıl bu zamana Burada neler canlanıyor? Bulardan müzik sifatida qo'yganmiz. Qur'onni yod bilgan kim eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom Yana biz 2 yildan beri yangi ochganmiz. Jarayon bu hali birinchi Jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlar, beruniylar bosgan izlarini bosib.
Hammasini ko'rsangiz